Bonuslarga keladigan bo'lsak, parok, radiator setka, polik, tonirovka, televizorgacha qo'ygan. Boshlang'ich 25% dan boshlanadi. Rastrochkalarimiz shartlari 60 oygacha beriladi. Boshlang'ich to'loviga qarab ketadi. Boshlang'ich to'loviga qarab foiz va peynalarsizmi? Bemalol kelib foiz peynalarsiz olish mumkin. Bemalol qayta qilsangiz bo'ladi. Avtokredit, naqd, trading, persing. Zo'r. И рассрочка. Bitta bonusimiz bizdan любой mashinani xarid qilishgan odamga 1+1 aksiyasi bor. Ya'ni X50 modelini qo'yganmiz. Yo'ldan kelsa, benzin, gaz stansiyalargacha qilib beramiz. To'lov qilishgandan keyin qancha vaqt olib chiqib ketishadi? 2-3 soat ishlaydi bitadi. Shahar ichida rasxodi 8 tadan 10 tagacha. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana men bugun Jizzaxga keldim. Jizzaxda yangi avtosalon ochildi. Sultanov Motors, ya'ni Jetour avtosaloni ochildi. Jizzaxlik akalar bormi sizlar? Kommentariyani banglatib tashlaysizlar. Bu mashinani qanaqa yo'l bilan xarid qilaman deysizlarmi? Naqd, avtokredit, rastrochka orqali bemalol foizsiz o'z pulini bo'lib to'laysizlar. Hech qanaqa foiz penalar qo'shilmaydi. Bu mashinalarga, modellarga qarab 60 milliongacha skidka ketmoqda. Undan tashqari boshqa podarkalar ham bor. Parok, polik, televizor, juda ko'p podarkalar bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda o'ng tomoningizda podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasizlar. Bizdan chiqadigan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Keyin bularda trading xizmatlari ham bor. O'zingiz haydab yurgan mashinangizni olib kelasizlar, bozor narxida hisoblab olishadi, keyin o'zingizga yoqqan modellardan bemalol ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Xo'p, aziz obunachilar, hozir obzorni Sherzod aka bilan birgalikda boshlaymiz. Hozir to'liqroq ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimizmi? Yaxshimi? Mana Jizzaxga ham ochib oldinglar avtosalonlarni. Ochdik, odamlarga qulaylik bo'lishi uchun mana hamma avtopromlar zavodlar shetda bo'lganligi uchun Jizzax o'zida mana Jetour ofitsialniy rasmiy dilerini ochdik. Ya'ni Sultanov Motorsdagi Jetour avtosaloni ochildi Jizzaxda. Bemalol kelib, Jizzaxlik akalar bo'lsa bittadan like-chan bosib, kommentariyani banglatib yuboringlar. Qani bir ko'raylik, qani aktiv qanday Jizzaxda. Xo'p, akajon, menga videoni boshida bitta salonni lokatsiyasini tushuntirib yuborasiz. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Islom Karimov shoh ko'chasida yangi qurilgan Dream House tagida Jetour Sultanov Motors ochganmiz. Bemalol kelishsa, xudo xolisa test drive'lar ham bor. Test drive'lar qilib ko'rib, muddatli to'lovlar ham bor, 60 oygacha mashinalarimiz ham bemalol kelib xarid qilishsa bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir ichkariga kirib, sizlarga to'liqroq ma'lumot berib, obzorni qilib ketamiz. Yuring aka, ichkariga kirib olib, bemalol obzor qilamiz. Aka, kanalimdan kelsa nimalar qilib beramiz? Endi yangi avtosalon ochilyapti. Bironta sovg'asi bormi? O'sha bonus, ya'ni отдельный bonus qo'shganmiz. Qani shuni sanab keting, bir xilla biladi, bir xilla bilmaydi. Bonuslarga keladigan bo'lsak, parok, radiator setka, polik, tonirovka, televizorgacha qo'yganmiz. Zo'r. Xarid qilgan odamlarga televizor ham bor. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqan modeldan xarid qilishingiz mumkin. Aka, qaysidan boshlab o'ramiz? Nima deysiz? Mana keling, shahar bop, 2 o'rindiqli. X70 modelidan boshlaymiz. Ikkita komplektatsiyada bo'ladi. Comfort Premium Plus deb bo'ladi. 7 o'rindiqli shaharga oilaviy maza qilib haydashadi, xudo xolisa. Hadovoylarigacha nemetskiy qilingan maksim bo'ladi. Juda chiroyli ishlangan dizayni lekin. Kimga yoqsa bitta like-chan bosib qo'yasizlar, lekin menga juda ham yoqadi shu. Kattagina va haybat crossover. Katta mashina, garantiyalari bor. 5 yil 150 minggacha. Mana salon holatlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Salonlari ham zo'r. Oq qilingan kombinirованный. Koja ekan bu yoqqa. Ha, koja bo'ladi, yumshoq kojadan qilingan bo'ladi. Sidinlar koja. Rullari ham Merz dizaynda qilingan multimedia rullari bo'ladi. Monitor, katta. Katta panoramli lyuk bo'ladi. Hozir lyukchasini ham ko'rsatamiz. Pastdagi joylari, ebidan o'zini parchalari bor. Barida xaldinlik bormi aka? Bor. Isitadi ham, muzlatadi ham bari. Bitta banisini tashlaysizlar. Hozirgi vaqtda zo'r qo'l keladi-da. Ha aka. Ana sidinalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Orqaga podogreflari ham bor. To'rtta sidina qizdiradi. Bu sidina, ya'ni surutsangiz bo'ladi. Oldingi buni ham yana 60 gradus orqaga yotqizsangiz bo'ladi. Orqada ham shu детский zona emas, bemalol katta odam sig'ish uchun. Gap yo'q, zo'r qulaylik lekin mana orqada abagrefi bor. USB portlarigacha bor. Type C portlarigacha bor zaryadkaga. Ana shu nima komfort kerak, mana shu mashinalardan topsangiz bo'ladi-da. Hammasi bor. Hammasi bor. Bunisini ko'rsangiz bo'ladi. Endi bu komfort pozitsiyasi bo'ladi. Bunda endi bir xilgiligi koja yoqmaydi. Materialdan qilingan bo'ladi bu. Bu byudjetniy variantrog'i-da. Ha, byudjetniy variantrog'i. Uncha ko'p farq qilmasa kerak, salon ichida. Yo'q, unaqa katta farqi yo'q.
Shu Bunda ham luki bor lekin. panorama katta lyuk. Mana birinchi pozitsiyasiga ham qo'yilgan. Bularda necha xil rejim bo'ladi o'zi aka? 3 xil rejim turadi. Eko, normal sport rejimlarida yuradi. Rasxodlari eko rejimda 5 litrgacha tushadi. Shahar ichida 7 ta 8 ta rasxod qiladi. 7 kishilik oilaviy crossover. 7 o'rinli oilaviy crossover. Bagajni bitta ko'rsatib boramiz. Aka, bunga gaz qo'ysa bo'ladi, ha? Bo'ladi, propan ham, gaz ham uстановка qilsangiz bo'ladi. Tagiga qo'yadi. Tagiga qo'yadi. Qo'ysangiz безопасный bo'ladi, hidi ham qilmaydi salonga. Mana 3-qatori ham keng. Bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Bemalol ikkita katta odam o'tirib ketsa Bemalol bo'lar ekan. o'tirib ketadi, bemalol. Zo'r. Necha xil rangidan bor aka hozirda salon? 5 xil rangidan bor. 5 xil rangidan bor. Xudo xolisa kelsa Buni rassrochka qilib olsak bo'ladimi aka? bo'ladi aka. Boshlang'ich 25% dan boshlanadi. Rassrochkalarimiz shartlari 60 oygacha beriladi. Boshlang'ich to'loviga qarab ketadi. Boshlang'ich to'loviga qarab foiz va peynalarsizmi? Bemalol kelib foiz peynalarsiz olishingiz Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Aka, keyin yana qanaqa yo'llar bilan xarid qilsa bo'ladi o'zi? Avtokredit, naqd, treyning, перечисление. Zo'r. И рассрочка. Sizlarga qaysi ma'qul bo'lsa, kelib o'sha to'lov usuli orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Naqd avtokreditga chegirmalarimiz bor. Qancha chegirma modellariga qarab 60 milliongacha chegirma qilib beramiz. Modeliga qarab 60 milliongacha chegirma. Xo'p, narxi qancha? Buni narxi 300 million. 300 million, unisi? 318 million 500. Ranglaridan bor, rangi o'zgarsa narxi o'zgarmaydi. Yo'q, narxi o'zgarmaydi. Bemalol kelib xarid qilsa bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib shu bonuslari bilan, skidkalar bilan qilib beramiz. Gap yo'q, kameralari bor, 360 da. 360 gradus kamerasi bo'ladi. Narxi bor, beskulchoyi bor. Beskulchoy do'stov, hozir shu zamonga talab javob beradigan hamma navrot bor. Bemalol kelib xarid. Gap yo'q. Endi qaysini davom ettiramiz? Mana keling, dashing ko'rsangiz bo'ladi. Mana ko'pchilikka yoqqan bir Lamborghini Urusga o'xshaydi. O'xshaydi. Lekin juda ham vidi premium mashina. Qorasini ko'rsangiz bo'ladi. Zo'r ekan aka. Qoradan kam chiqqanmi deyman-da? Yo'q, bor. Qoradan bor. Oq olgan bizani regionga to'g'ri keladi. Ha, o'shanga. Oq rangini tanlash. Men oqini ko'p ko'rgan, qorasini kam ko'rgandami? O'shaning uchun u вообще boshqacha ekan deb boshqacha. Mana salonini ham ko'ring, sportivniy qilib ishlangan. Qani? Ortiqcha narsalasiz, obshivkalarni ham ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Sifati bilinib turibdi. Haqiqatan ham koja, polniy mana qarang, shungacha e'tibor berishga, detaligacha. Mana lishni hech narsa yo'q, hammasi minimum. Bunda ham katta panorama lyuk bo'ladi, podogrev sidinalari bo'ladi. Hamma navroti bor. Zo'r ekan. Stakanik joylari, panorama. Bu ham 3 ta rejimda yuradi. Eko, normal, sport. O'zini pulchalarni ko'ryapsizmi? 2 ta pulti bor ekan. Необычный ishlangan, ko'rdingizmi pultlar? Zo'r lekin. Gap yo'q. Skrytli ruchkalarda. Skrytli ruchka. Kombinirованный bo'ladi. Alikantlar aralashgan. Demak, aka, orqa qancha keng ekan, sizlar почти dakansi orqada turibdi, qarang. Oldida odam bemalol o'tirsa bo'ladi. Mana shu bemalol komfort deb maza qilib ketaverasizlar-da. Zo'r. Mana bagajlarni orqalarini ham ko'raversak, elektronniy bo'ladi. Mana. Lekin qora yonyapti bitchasi. Zapaska, dakatka bo'ladi. Zapaska qo'shib beramiz biz. Bir ikkita mashinalarda yo'q zapaska bilsangiz. Shunday. Детский rejimlari bo'ladi. Bemalol. Panoramada, oynasida и bagajda детский rejim bo'ladi. Xavfsizlik bo'yicha zo'rda. Bo'yicha juda zo'r. Bunga bitta polniy tonirovkachani urasizlar-ku. Bonus urib beramiz. Yonadi. Bonusga ham bormi? Ha, mana shu yerga urib beramiz. Rajsini olib kelsa, men oldin ham qildirib beraman. Gap yo'q ana. Yana sizlarga nima kerak? Osa bo'ldi. Osa bo'ldi. Shuncha sizlarga bonus. Orqa oynigacha beradi. Hamma, любой avtosalonda orqa oyni. Rajsini olib kelsa qilib beramiz, gap so'z yo'q. Lekin Sultanov Motors Jetaur avtosalonida oldiga ham qilib berishadi. Rajsini olib kelsangiz. Qilib beramiz muammosi. O'shaning uchun ajralib turadi deydi-ku. Gap yo'q. Bonuslar bilan ajratib turamiz. Xuddi shunday. Qaysidan davom ettiramiz akam? Buni narxini aytib o'taylik akam. 345 million 800 buni narxi. Bunga ham xuddi shunaqa to'lovlar. Rassrochka, avtokredit hammasi bor. Hammasi bor. Bor. Ranglari necha xil? Ranglarda 7 xil rangda bo'ladi. Hammasidan bor. Bemalol hammasi. To'lov qilishgandan keyin qancha vaqt olib chiqib ketishadi? 2-3 soat ishlayib bitadi. 2 soat, 3 soatda. U chunki taqib berishimizga ham vaqt ketadi. Narsalarni taqib bering, ham vaqt oladi. Shu 2-3 soatda mashinani tayyor qilib beramiz. 3 soatda minib olib ketaverasizlar. Uzoq yo'ldan kelsa, yana o'sha narsa benzin, gaz stansiyalarigacha qilib beramiz. Boshqa viloyatlardan kelgan odamlarga. Bemalol gazini bosib 12 ta viloyat kelaverasizlar. Bemalol. XL modelini ko'rsangiz bo'ladi. Hammasini qoralantirib qo'yibsizlarmi deyapman, vitchadan qaranglar. Ina marka bo'lgandan keyin qora bo'lgani ham. Lekin qora zo'r baribir. Qoraning biri boshqacha. Bu shu Tracker Sanet kategoriyasidagi mashina, lekin ancha farq qiladi. Ot kuchlarining ham farqi bor. 156 tok, 1.5 motorda bo'ladi bu. Rasxoti? Rasxot 7 ta 8 ta shahar ichida. 7 ta 8 ta rasxot. Zo'r. Eko rejimda 5 litr, 4 litrgacha tushadi. Danliga chiqsa juda ham kam yeydi. Ha, danliga kam yeydi. Mana ballonlarni bitta ko'raversak bo'ladi. Mana mexki ballon, chiroyli ballonda bo'ladi. Bunda ham kamera bor ekan aka. 360 gradus kameralar bo'ladi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Salon вообще boshqacha. Boshqacha, slippoy zona, beskul-choylari bor. Zo'r salon ichlari ham polni koja ekan bu ham. Splashnoy monitor bo'ladi. Plastiklari ham yaxshi ekan. 4 tala sizeni qizdiradi bunda ham. Oho, Luki bo'ladi mana bunda ham. Luklari.
Bu yerdan kameralari, bu yerdan uzun parchalari. Zo'r lekin. Yuklari Ko'rsa ham anchagina plasmas joyi yo'q. Ahamiyat berayotgan bo'lsa, yumshoq ko'rsa. ko'rsadan qilingan hammasi. test drive xizmati ham bor sizlarda. Test drive bor, bemalol kelib, haydab ko'rsa va haydagandan keyin bilinadi mashina. Albatta. Haydab ko'rsa. Poliga bonusga ham bo'ladi. Bonus. Oldindan solib qo'yganmiz. Shundan kelasizlar, polik so'ramaysizlar. Haydab Yo'q. chiqib olib ketaverasiz. Bemalol. Mana bagajlari ham keng, kichkina bagajda bo'lmaydi. Mana bagajlari. Bemalol sig'ib ketayotgan mana gap orqasiga. Zo'rmikan? Mana zapaskalarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Yo'q. To'q qo'lga chiqqanlaringiz ham polni bozorda qilasizlar-ku, zo'r ketaveradi. Bu kichkina oilaga zo'r. Hadovoylari yumshoq bo'ladi. Nemetskiy qilingan bo'ladi bunda ham. Lekin kichkina bo'lsa ham bagaji katta ekan. Bagaj katta. Bu Sane Trekkerdan o'zi eniga ham, bo'yiga ham katta mashina bu. Buni boshlang'ich necha pul bilan olib ketsa bo'ladi? Rastroshkaga. 25% bilan qilib beramiz. Shu aka 25% bilan taxminan necha pul shu? Taxminan plus minus. O'z narxi 279 million 500. Shundan 25% ni rastroshkaga qilib beramiz. Avtokreditga 20% dan ham chiqarib beramiz agar ofitsialniy ish daromadi bo'lsa. Uni ham yo'li bor. Yo'li bor, обязательно. Gap yo'q. Mana yangi modellarimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Tebrlarni. Telefon qilsangiz hisob kitobini qilib beradi, grafiklarni tashlab. Bemalol onlayn ham tashlab beraveramiz. Kelsa endi baribir test drive qilib ko'rgan yaxshi. Albatta. Moshinani haydab ko'rishadi. Lekin mana bu prodaja bo'yicha zo'r ketyapti, adashmasam. T1 hozir shaharga olib zo'r bo'ldi. Shahar tashqarisida ham maza qilib odamlar. Amirbek aka bitta narsa aytish esdan chiqibdi. Eng katta bonusimiz bizlardan любой mashinani xarid qilishgan odamga 1+1 aksiyasi bor. Ya'ni X50 modelini qo'yganmiz. Yilning oxirida X70 mi, Dashingni olgan odammi, любой mashinani olgan odam bitta mashinali yana bo'lishi mumkin. Bu zo'r-ku. Kelishsa, test drive qilishsin, xarid qilishsin, mana bonus olib ketishsin. O'g'irlash kelib qolsa, bitta mashina olib ketishingiz mumkin, ha? Xuddi shunaqa. Yilning oxirida o'yin o'ynaladi. Lotereya bo'ladi. Kimga chiqqan bo'lsa, o'sha baxtli mijozimizga Xudo xolisa nasib qiladi. Uni ham xuddi shunaqa chiroyli bonus bilan topshiramiz. Bir so'm pul bermaysiz, shunday olib ketaverasizlar. Shunda olib ketishadi. Gap yo'q endi. Zo'r bemalol gazini bosib kelaverasizlar. Buni haydab 3 ta komplektatsiyada bo'ladi bu. 3 xil. 1.5 motorda, 2 litr motorda bo'ladi, mana gibrid varianti bo'ladi. Gibrid ancha ekonomичный bo'ladi. Xo'p, keling gibriddan ko'rsataman. Mayli. Oldlar yonadi mana. To'klikni bildirish uchun. Uzoqdan kelayotganda bilinadi, o'rtada katta kelayotganda. diska balon, yumshoq balonlarda bo'ladi. Unaqa rasxod qilinmaydi. Mashina olingandan keyin hadovoy qildir, balon taqilgan narsalari bo'lmaydi. Zavodskoy porogda. Zavodskoy. Bunda уже elektropaketda bo'ladi sizinalari ham, pamyat sizinalarigacha bo'ladi. Zo'r. Mashina 5 xil rejimda yuradi. Qaranglar, kolonka Sony ekan. Sonyni bilgan biladi lekin. Yaponskiy zo'r bo'ladi. Katta monitor bilan jihozlangan. Skorost richagiga ahamiyat bering. Samolyotga bu aka nimaga Xrustal, Boeing samolyot. Faqat samolyot bilan jeto'rda bo'ladi bu. Katta panorama lyuk. Zo'r. Bu rejimlari mana o'rtada knopkada. Ma bu yerda. 6 ta rejim bo'lardi, nechta bo'ladi rejim? Bunda 5 ta bo'ladi. 5 ta rejim bo'ladi. 2 bo'ladi. 2 litrligida. Mana orqalari ham juda keng. Orqalarigacha podogrev xabuslargacha bo'ladi. Zo'r orqalarda. Panorama pastda oxirigacha ketibdi, qaranglar. Oxirigacha ochiladi. Zo'r lekin. Bir-biridan 1200 yuradi tokda. 1200. 117 ta, 120 ta tok ko'zda yurib beradi. Zo'r. O'zini o'zi ham to'ldiradi. Lekin juda ham ekonomичный-da. Lekin 5 litr yeydi endi aka. 5 litr rasxod. Shunaqa gavdaga lekin bu yoqda o'sha komplektatsiyada zaryadkalari shu uyga qo'yish uchun balon yamashga, magnit ushlovchilarimizgacha bor. Bularga necha yil garantiya beramiz aka? Bularga T partiyalarimizga biz 6 yil 200 minggacha garantiya. T partiyaga. Da. Qolganlariga? Qolganlariga 5 yil 150 minggacha garantiya. Zapchastdan muammo yo'q. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol kelaverasizlar. Hamma narsa bemalol. Bu mana o'sha 2 litr motorda bo'ladi. Keling, bitta buni salon ichini ko'rsataylik, farqini ko'rish uchun. O'zi ko'p farq qilmasa kerak aka? Faqat o'sha Vastamnom motorida buni rejimingizda ko'proq qo'shilgan. Ha, tushunarli. 7 ta rejimda yuradi. Bunda 5 ta, bunda 7 ta. Da. Besparavodda hamma narsalari bor. Hamma navorot bor aka. Hozirgi endi zamonga talabiga qarab hamma javob beradi. Hamma talabiga. Har uchun nima komfort kerak-ku, bemalol borib topaverasizlar. Bor bularni. Oldida ham ancha joy bor. Mana tizza ham teng. Полноценный jip. Chista biznes klass jipda. Shunaqa tog'ga ham, shaharga ham bo'veradi. Yo'l tanlamaydi. Yo'l tanlamadi. Endi eng qimmat mashinamiz 512 million 200 turadi. Bu T2 miz. Bunimiz qanchaki? Buni narxi aytib o'taylik. Buni narxi 386 million 500 dan 472 milliongacha. 3 ta komplektatsiyada bo'ladi. Bularga nechta skidka qilib beramiz? 40 million atrofida 40 million atrofida skidka. Pozitsiyasiga qarab, chunki 3 ta komplektatsiyada bo'ladi. Narx to'la avtomobildan olishga qarab-da. Shunaqa. Zo'r. Bunisi T2 ekan aka. Bunda уже ko'p odam biladi, reklamaga muhtoj emas. Shaharda уже juda ko'payib ketgan T2lar. Bu ham 2 litr motorda bo'ladi, 254 ta otquchda bo'ladi. Shahar ichida rasxodi 8 tadan 10 tagacha.
Dальний yo'lda eko rejimda 6 ta 7 taga tushadi. Lekin rasxodlar вообще odamni hayratda qoldiradi. Shunaqa rejimiga qarab rasxod o'zgaraveradi o'sha. Diskasini Katta qarang, diska balonda bo'ladi mana. Diskam juda baquvvat bor-ku. Tezlikka unaqa bo'lib ketmaydi. Endi offroadga mo'ljallangan, tog'li hudud, Jizzaxga mo'ljallangan yo'l. Ana. Jizzaxda bemalol haydashadi. Jizzaxlik akalar kelinglar, kelib olib ketinglar. Bemalol mana salonlarni ham rangini ko'rsangiz bo'ladi. Lekin neobычный. Chiroyli ishlangan. Sony. Sony akustika bo'ladi. Unda ham katta monitor. Buni ham shu T1dagi nima navoroti bo'lsa, buni ham o'sha hamma navorot bo'ladi. Mana pulchalarni qaranglar, neobычный pulchalari ham, lekin barini qaranglar kattaligini. Xolodilnik. Xolodilnik borda ana. U ham muzlatadi ham, isitadi ham bari. Istadiyanmi? Sorry. Isitsa ham bo'ladi. Orqasidan qaranglar. Orqasida ham shu deflektor, podogref sizdeni yoqilgan, Type-C USB portlari ham bo'ladi. I salonni ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hamma pulga qaraydi turadi. Bunda zavodskiy qora tepali patolog. Ya, aytmayman, o'shanga hozir e'tibor beryapman, patologni qaranglar, qop-qora aytganlaringiz. Biz ko'pchilik $100, $200 berib qoraytirib bo'ladi. Bunda zavodskiy. Buni eshigi mana bunaqasiga ochiladi. Yo'q, stol qo'yib, pastakanlik tog'iga mo'ljallangan. Piknik qilib, to'g ham chiqarsangiz bo'ladi. Mana bu yoqlarga palatkalar ochishga joy. Buni yotqizsangiz, panoramani ochib qo'ysangiz, tog'iga chiqqanda yotadi osmonga qarab. Yotadi. Gap ya. Bemalol mana. Zo'r. Lekin bir-birovidan zo'rda kelasizlar-ku, qaysini olishni bilmay qolasizlar, qaysini olaydi. Bir-birovidan zo'rda. Bu T1 olganidan keyin odam buni ko'rib keyin bunga o'tib ketdi. Ishi davodchiklargacha bo'ladi bunda. Gap yo'q. Zapaskasi bu yoqda joylashgan. 540 gradus kamera bilan jihozlangan bo'ladi bu. Mashinani tengini ham ko'rsatadi. Tog'li hududda yurganligi uchun katta toshmi, bordurmi bo'lmasligi uchun tengicha ko'rsatadi. Prozrachlik qilib ko'rsatadi. Prozrachlik qilib ko'rsatadi. Zo'r. Bir-birovidan zo'r modellar. Assortiment bor rangda. Assortiment ko'p. Kelishsa, test drive ko'rishsa, o'zim ham chetda bo'laman. Xudo xolasa hammaligini xursand qilib, chiroyli chiqarib olamiz kelgan obunachilarimizga. Yana o'sha fishka отдельный bonusim bor. Lekin Sherzod akani so'rab kelasizlar, telefon qilasizlar, Sherzod aka kerak. Yoki sizlar Sherzod aka kelsangiz tamom bo'ldi. Bo'ldi, kelishsa muammosi yo'q, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz, aka. Lekin kanal nomini aytish esdan chiqmasin, Amirbek kanaliga kelib. Amirbek uzdan keldim desanglar, отдельный. Bu akam bilan anchadan beri ishlaymiz. Albatta. O'zi podpischiklaringiz ham bilsa kerak, xudo xolasa. Ko'pchilik sizga muxlisam bo'lib qolgan o'zi, ko'pchilik bo'lib qolgan. Jizzaxda mana uzoqga borib o'tirishmaydi. Samarqand, Toshkentga borib mashina olib kelishyapti. Endi hamma ham mashina olgandan keyin bonus, tayyor mashina olib chiqib ketgisi keladi. Charchagan odamlar. Mashina yengi olib, bozorga borib, balon taqdir, parok taqdir, tonirovka. Bizda hamma ish mana shu bitib ketadi. Hech qanaqa nazorat qilib o'tirmaysizlar, hammasi o'sha yerda. Faqat xursand qilib chiqarib olamiz. Xudo xolasa. Keyin aka trading xizmati bormi sizlarda? Trading bor. Tradingda ham shu eski fishka. Jizzax mashina bozorchilari nech pul narxlasa $100 qiymatiga olib qolamiz. Ana, bozor narxida chotki qilib olib qo'yadi. Bozor narxidan yana $100 qo'shib beramiz. Kim nech pul narxlagan bo'lsa, mashinasini $100 ustiga qo'yib beramiz. Gap yo'q. Bemalol kelaverasizlar, qulayligi zo'r ekan. Kelishsa chiroyli qilib beramiz Amirbek aka. Gap yo'q akam. Endi menga yana bitta salonni qisqacha lokatsiyani tushuntirib yuboring. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, Islom Karimov shoh ko'chasi, prospektda joylashgan yangi Dream House dom. Birinchi etajida Jitur avtosalonni ochganmiz yoki eski Aktan zapravkani o'rnida. Ana. Agar topa olmasangiz, mabodo pastda nomerlarni yozib qoldiraman, telefon qilib akamizga aloqaga chiqsangiz. Geolokatsiyasini tashlab beradilar. Bemalol. O'zingizga yoqqan modellardan xarid qilishlaringiz mumkin. Aka, sizga katta rahmat. Amirbek aka, to'liq obzor qilib berganingiz uchun. Sizga ham katta rahmat. Rahmat aka. Xudo xolasa podpischiklaringizga ham shu kelishsa chiroyli qilib xursand qilib chiqarib olamiz aka. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bemalol kelib Sherzod akamizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.